İslam Xitobnomasi Ali İzzat Begovich Tilolg'uvchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah Tarjim qilg'uvchi Elikbek Nashr qilg'uvchi Sajiya Islom Tadqiqot Markazi Muharriri Sajiya Islom Tadqiqot Markazi Tahriroti Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat Loyihalaguvchi A. Aqhun Ovozda Zekiya Abdusattar 2023 yili 1-nashri 1-qatim bisilishi İstanbul 1. Musulmon xalqlarning orqada qilishi an'anachilar va modernistlar İslamning insonni tarbiyalab boshqarib qolmasdan yana dunyoni tartibga solishga qodir ekanlik tushunchasiga tayangan islomiy uyg'unish ideyasi har doim ikki xil kishining to'sqinligiga uchrab kelgan. Biri koni reseptlarni tanlagan an'anachilar, yana biri yotlarning reseptlarini tanglaydigan modernistlar, yangilikchilar. Oldinqisi islomni keyniga tortidi, keyingisi islomga yot bir kelajak tushaydi. Bu ikkisi cho'ng farqqa ega bo'lish bilan birga o'zaro o'rtaq taraflarga ega. Yana ikkilisi tarrojakdan qarab islom dinini Yevropa tushunchida faqatla abstrakt bir din deb qaraydi. Bizcha bu xil pozitsiya islomning tili va mantiqisini tushunishda og'ir yetarsizlikdir. Hatto islom dinining mohiyatini uning o'tmishdagi, kunimizdagi va dunyodagi rolini yetarli aniqlab bo'lolmaslikdir. Mana bu yetarsizlik islomni faqatla abstrakt bir din deb oddiylashtirib, butunlay xato tushunilishga ilib borgan. Iymon bilan ilmni, axloq bilan siyosatni, ideal g'oya bilan manfaatni muvofiq birlashtirishda islomning maydoni butunlay o'zguchi bo'lib, bu aslida insonning mavjudligi va vazifasi boridagi negizlik haqiqatlarning qayta-qayta ta'kidlanishi va muayyanlashtirilishidir. İslam zahiri va botiniy dunyoning mavjudligini tan olgan holda insonning bu ikki dunyo o'rtasidagi tegi yo'q hangning ikki yoqasini tutashtirib turuvchi ko'riklik rolini o'tayotganligini ko'rsatib bermoqda. Mubada bu ikki dunyoni mana shunday birlashtirish bo'lmasa, din orqaga chekinadi. Har qanday turdagi aktiv hayotni rad qiladi. Ilmmi ateizmga so'rab mangadi. İslam faqatla abstrakt bir din degan nuqtadan yo'lga chiqib turib, an'anachilar İslam tashqi dunyoga tartib o'rnatmasligi kerak deb yakunlasa, modernizm tashabbuskorlari İslam tashqi dunyoga tartib o'rnatolmaydi deydi. Amaliyotda ikkisi bir gap emasmi? Musulmon dunyosida an'anachilarning birdan-biri deyilmasakmi, eng cho'ng vakillari shayxlar va oxunlardir. Ular islomda xristianlikdagidek mullalar dinni monopol qiladigan ish yo'q degan ro'shan ko'rsatma tursimi, o'zlarini islom haqida so'z qilishni monopol qilib olgan ayrim bir tabiiy qilib olishdi. Shundoqla o'zlarini Qur'on Karim bilan xaloyiq orasidagi vosita o'rniga ko'tarib oldi. Ular o'zlarini ayrim bir tabiiy qilib olg'achqa, e'tiqodlarida dogmachi diniy zotlar sifatida teolog ilohiyatchilarga aylanganlardir. Ularcha bo'lganda din adoq qitim, shundaqla manguga kelgan bo'lg'achqa, bu din bir qitim va abadil abadga tushuntirib o'tilgan. Shunlashqa eng yaxshisi hamma narsani 10 necha asr burun deyilgan bo'yicha tashlab qo'yish kerak. Dogmatlarning bu muqarrarcha mantiqisi bo'yicha teologlar har qanday yangilikning ashaddiy dushmaniga aylangan. Shunlashqa shariatning dunyo taraqqiyoti jarayonida o'tirg'i chiqqan yangiliklarni joriy qildirish va Qur'on Karimning hukmlarini tatbiqlash maqsadida yangi boshdan qonun qilib tashkillanish uchun qandoqligi urinishda bo'lishdan qat'iy nazar har qanday kishi teologlar tarafidan iymon sog'lomligi, shubhliklar qatorida muomala qilinib, qilgan harakati dinning bir butunligiga qarata bir hujum hisoblanmoqda. Balkim ular buni islomga bo'lgan cho'nqur muhabbat tuyg'usi sifatida izohlash mumkin. Lekin bu patolog, binormal, qaloq va nazar doirasi tor kishilarning muhabbati va dal shularning texi o'lmagan islom ideologiyasini tunjuqtiradigan halokatli quchoqlashlardan o'zga narsa emas. Vaholanki islom dinini hiligacha teologlarning qo'lida beayni pechda buzilmagan bir kitob peti saqlanyotdi deb o'ylash noto'g'ri. Teologlarning ilg'or ma'rifatga quchoq ochmas qilayotgani rost. Ammo tasavvufga to'limi moyil bo'lgan teologiya mazkur kitobning ichiga islom ilmiga zid talaydigan irratsional bema'ni, hatto aniq xurofot narsalarning kirib ketishiga yo'l qo'ygan. Teologiyaning mohiyatini obdan bildirganlar uning xurofotga nemishqa taqobil turolmaydiganligini,
hatto xurofotni diniy tafakkurni ma'lum darajada betidu deb qarab olganligini bayqilib olaydi. Tarix mobaynida barcha dillar ichida eng sop va eng mukammal bo'lgan Qur'on Karimning bir tangrichilik maydoni tadrijiy suslashtirilib, amaliy hayotga yirginch din so'dlari borliqqa keldi. O'zlarini dinning homiysi va tushuntiruvchisi deb olgan zotlar qanday qilib bo'lmasin dindan nihoyat go'zal va kirimli bir kasb yaratib olishdi va qilcha vijdon azobi tortmay dinning amaliy turmushda tatbiqlanmasligiga ko'z yumdi. Ular islom dunyosini bo'g'ib turgan qiyinchiliklarni yengish yo'lida har qanday bir aktiv qadam tashlash xususida o'zini namoyon qila olmadi. Aksicha islom olamida uyg'onish alomatlari ko'rilayotgan ushbu kunlarda bu vafosiz dunyoning turli qattiq qo'lliqlari va rahimsiz yuzining vakili bo'lib qoldi. Natijada teologlar xato yerda xato kishilar bo'lib qolishdi. Endi atalmish taraqqiyotparvar, g'arbchi, modernist yoki o'zlarini yana allaqanday nomlar bilan atib olgan zotlarga kelsak, ular butkul islom dunyosida haqiqiy ofatning namoyandalaridir. Chunki ular son jihatdan intoyin ko'p. Shundaqla hukumat, ma'rif va ijtimoiy hayotning hamma sohasida kuchli ta'sirga ega. Modernistlar islomga mullular va an'anachilarga qarab turib diagnoz qo'yib va boshqalarni bunga ishontirib, islomiy ideologiyaga vakillik qilgan barcha narsaga qarshi front shakllantirgan. O'zlarini islohotchi deb olgan bu xalqni odatda xijil bo'lish kerak bo'lgan narsalardan faxrlanayotganligidan tunula olaysiz. Ular ko'pincha begzodalardan bo'lib, g'arbda ilm tahsil qilgan bo'ladi. U yerdagi bayoshaq turmush oldida o'zini past ko'rdi va yurtiga qaytganda o'zi tug'ilib o'sgan, ammo orqada qolgan va yo'qsul shu dunyoga qarata kishini cho'chitadigan darajada saskinish tuyg'ulari bilan qaytishgan bo'ladi. Ular islomiy tarbiya ko'rmagan, xalq bilan ma'naviy va axloqiy rishta bog'langan bo'lg'achqa, nihoyat tezla aqlli qoidalarni unutib qoladi. Mahalla odat, udum va e'tiqodlari oyoq osti qilinib, o'rniga allakimlarninkilar dastilganda, yurtlarda bir kechadala o'zlari mastona bo'lgan Amerikani barpo qila oladiganligini tushunishdi. Ular o'lcham turg'izishning o'rniga o'lchamga cho'qinishni ilib keladi. Ana yurtlarining yushirin imkonlarini taraqqiy qildirishning o'rniga o'z havo havaslarini bakrak muhim siraydi. Natijada buzuqchilik va axloqiy chiriklikka yo'l ochadi. Ular g'arbning kuch-qudratining negizi g'arbliklarning qanday yashashida emas, balki qanday tirishib ishlashida ekanligini. G'arbning kuchi modada, axloqsizlikda, kechilik klublarda yoki hayosiz yosh bo'g'illarda emas, balki ularning kishini hayron qoldiradigan ishchanligi, to'xtovsiz tirishchanligi va mas'uliyatchanliklarida ekanligini anqara olmagan kishilardir. Bizdagi eng chong ofat aramizdagi g'arbparastlarning yot reseptlarni ishlatish emas, balki ularning shu reseptlarni qanday ishlatishni bilmasligi yoki joyiga ishlatilmaganligi. Shundaqla tatbiqlash jarayonida nimaning to'g'ri ekanligi borida yetarli darajada yuksak sezgirlik yetildirilmaganligidir. Natijada ular foydali mahsulotni emas, aksicha o'zga madaniyatning ziyonli va unumsiz yerim tayyor mahsulotlarini elishdi. Bizdagi g'arbparastlar o'z yurtlariga elib kelgan qimmati, gumonliq narsalar ichida odat turli inqilobchil ideyalar, programmalar, islohotlar va butun masalalarni hal qila oladigan atalmish qutquzg'uchi ta'limotlar bo'ladi. Ana shu islohotlarni atrofli tahlil qiladigan bo'lsak, orasida hayron qolgudek darajada aqlga sig'qusiz kaltbamliklar va talabatish misollarni ko'ra olamiz. Bu borada madaniyat islohotchisilikdan bekarak harbiy qo'mondon bo'lgan rahbar Mustafa Kemal Atatürkning Turkiya uchun taqdim qilgan xizmatlarini o'z hajmiga loyiq o'rinda qo'yish kerak. Uning islohotlaridan biri bo'lgan past qizil bukni cheklab, o'rniga shapkini yo'lga qo'yishni misol keltirish mumkin. Halbuki ko'p o'tmayla boshdagi shapka mingidagi o'y va odat an'analarni o'zgartirishga aslo yetarli emasligi ayon bo'ldi. Bir asrdan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa-mu, g'arblik emas nurg'un xalqlar uchun g'arb madaniyatiga zodi qanday moslashish teg'ich hal bo'lgani yo'q. Tamoman rad qilgulikmi yoki ehtiyotchanlik bilan tanlaparaq olgulikmi va yoki hech nimani ilg'amay qabul qilaveradiganlikmi? Mana bu savollar berilgan javoblar o'z navbatida talay xalqlarga g'alaba qushtirdi yoki ularni fojiaga taslatdi.
Ba'zi islohotlar bir millatning naqadar bilganligini namoyon qilib bersa, yana ba'zilari eng chong xiyonatni o'ziga yoshirgan bo'ladi. Yaqin tarixdagi Yaponiya va Turkiya o'rnaklari bu borada haqiqatan yorqin o'rnakdir. 19-asrning oxiri va 20-asrning boshida bu ikki davlatning ahvoli bir-biriga o'xshab ketadi. Silishtirishga bo'ladi. Har ikkisi uzoq tarixga, o'zgacha qiyofat va shonliq o'tmishga ega imperiya. Ikkilisi taraqqiyot jihatdan bir-biridan ko'p farqsiz, inovat ham hurmat jihatdan tarixda o'rni ustun davlatlar edi. Bir eg'iz qilib aytganda, bu ikki davlat kelajak to'qnashuvida o'xshash fursatga ega edi. Keyin har ikki davlat ma'lum islohotlarni boshdan kechirdi. Yaponiya tamoman yodlarcha emas, balki o'z an'analariga muvofiq yashash uchun islohot bilan urf-odatni birlashtirishga tirishdi. Turk taraqqiyotchi modernistlar bo'lsa, dal aksicha yo'l tutdi. An'analarini tashlab, g'arblashtirishga yugurdi. Mana bugun Turkiya 3-dunyo allari qatoridan o'rin oldi. Yaponlar bo'lsa, dunyodagi eng ilg'or xalqlardan bo'lib qoldi. Yiziq masalasida Yapon va turk islohotchilarining pozitsiyasidagi farq boshqa xususlarga solishtirganda balkim eng ro'shan shaklda o'ttirg'i chiqmoqda. Turklar oddiy va faqatla 28 sarfdan tashkil topgan bu alohidaligi bilan dunyo bo'yicha eng mukammal va eng keng tarqalgan yiziq bo'lmish arab ilifbasi asosidagi turk ilifbasini tashlab latin harflariga o'tdi. Yaponlar bo'lsa, modernistlar tashabbus qilgan latin harflarini qabul qilishdan rad qilib, o'z yiziqlarini mukammallashtirib, 46 harf va uningga qo'shilib 880 xanzuch xatdan tashkil topgan murakkab yiziqni saqlab qoldi. Kunimizda Yaponiyada asosan savodsiz odam yo'q. Vaholanki, harf inqilobidan buyon 40 yil o'tgan bugungi kunda Turkiyada nüfusning yarmidan ko'pragi savodsizdir. Natija mana shu. Bu natijani ko'rish uchun oddiy ko'z yetib oshadi. Hargiz buning bilan tugagani yo'q. Nəhayət qısqa vaqtdan keyin faqat oddiygina aloqa quroli bo'lgan yiziqning aslida masala emasligi oydinlashdi. Chin sabablar, ondan keyingi natijalar haqiqatda to'liq cho'nqur va muhim edi. Butun madaniyatlarning yadrosi va taraqqiyoti barini yo'q qilish va inkor qilishga emas, balki davomlashtirishga bog'liqdir. Yiziq bir millatning tarixiy davomliligini ilgari surish va asli tutish shaklidir. Arab ilifbasining amaldan qoldirilishi Turkiyaning yiziq bilan saqlab qolingan behisob o'tmish xazinasidan mahrum qildi. Boshqa nurg'un parallel islohotlar natijasida yangi turk bug'uni ruhiy tirikidan mahrum va ayni bir xil ma'naviy bo'shliq ichida uyg'ondi. Turkiya o'z xotirasini, o'tmishini yo'qotib qo'ydi. Buni kim xohlaydi? Demakki, islom dunyosining modernist islohotparvarlari yangi o'zigacha shart-sharoit ichida asli g'oya va qimmat qarashlarni amalga oshira oladigan xalqqa vakil, aql va bilgan kishilardan bo'lolmadi. Hatto dal shular birinchi bo'lib qimmat qarashlarga jang e'lon qildi. Fursat topsalar masxir qilishdi va kishini cho'chitadigan kaltipamlik bilan xalqning muqaddasotlarini oyoq osti qilib, o'rniga yolg'onni o'rnatish uchun rost hayotni vayron qilishdi. Mana shunday najoratlarning oqibati sifatida Turkiya va boshqa ellarda kasal millatlar o'tirg'i chiqdi yoki chiqish oldida turmoqda. Aslini yo'qotgan va yo'lini yutirib qo'ygan ma'naviy jihatdan garang davlatlar haqiqiy kuch-qudrat va hayajondan mahrum, shaharlarmi bayni Yevropayi shaharlarning oldig'uchi judolardek sun'iylikka g'arq holda birmu tabiiylikni saqlab qola olmadi. O'zini va asli vaslini anqirolmagan bir el qayon mingishni va qay tarafga yuzlanish kerakligini bilarlarmidi? Mustafa Kemalning ba'zi islohotlari to'liq fojiali ko'rinish mumkin. Bu islohotlar amaliyotda G'arbning islom dunyosiga bo'lgan pozitsiyasi va bu dunyoni qanday remont qilmoqchi ekanligini ochiq oydin o'ttirib qo'ymoqda. Bu har doim yodlashish, haqiqiy masalalardan va xalqning axloqiy, fanniy taraqqiyoti uchun jafoliq tirishishdan qichish, yuzaki va oddiy narsalarga ko'ngil bo'lishda ifodalanmoqda. Hokimiyatni mushundaq insonlarning qo'liga topshirgan musulmon bir davlatning mustaqilligi qaysi ma'noga keladi? Bu mustaqillik va erkinlikdan xalq nima foyda ola oladi? Yotlarning ideologiyalarini qabul qilgan va G'arbning yoki Sharqning kim bo'lishidan qat'iy nazar siyosiy qo'llashiga erishgan boshqaruvchilar soyasida bu davlatlarning hammasida yangi bir ishg'ol harakati qanot yoydirildi. Ichki yot falsafa, yot turmush tarzi, yotning yordami,
sarmoyasi va yotning qo'llash bilan to'lgan bir tür moddiy va ma'naviy qaramliq shakllandi. Bu ellar rasman mustaqillikka erishdi, ammo haqiqiy erkinlikka erisholmadi. Chunki haqiqiy erkinlik hammadan avval ma'naviy erkinlikdir. Eng avvalo ma'naviy mustaqillik uchun kurash qilib g'olib kelmagan bir xalqning mustaqilligi bir muddatdan keyin faqatla milliy marsh va bayroqdan iborat bo'lib qoladi. Halbuki bu ikki narsa haqiqiy mustaqillik uchun to'liq yetersizdir. Bu vajidan musulmon budullar haqiqiy mustaqillik ko'rishni umumyuzlik va yangiboshdan boshlash kerak. Kuchsizlikning sabablari. Bu ikki to'p an'anachilar va modernistlar kunimizdagi musulmon xalqlarning ahvolini tushunib yetishda ochiq kishilardir. Amaliyotda ular bu ahvolning haqiqiy va oxirgi sababchilari emasdir. Yana bir qadam ilgarilab tahlil qilganda, har ikki ahvol texmi tiran bir sababning ifodasi va namoyandasidir. Islom ideologiyasining e'tiborining tushirilishi yoki rad qilinishi. Islom tarixi faqatla, hatto ko'pincha hollarda islomning taraqqiyparvar xosligining haqiqiy hayotda ro'yobga chiqarilish tarixi emasdir. U ayni damda bu ideologiyani tushunmaslikning, sal qarashning, uning bilan ko'z bo'yashning, suiiste'mol va xiyonatchilikning tarixidir. Bu nuqtadan har musulmon ulusining tarixi parlaq utuqlar dastasi bo'lish bilan birga ayni damda ichki siyroqdek botil fikr va ayonchilik mag'lubiyatlarining tarixidir. Bizning barcha siyosiy va axloqiy g'alaba va mag'lubiyatlarimiz haqiqatda faqatla bizning islomni qabul qilib, uni hayotga qanchalik tatbiqlashimizning aksidir xolos. İslamның xalqning kundalik turmushiga bo'lgan ta'sirining ojizlashishi har doim kishilarning ijtimoiy va siyosiy organlarning nacharlashishi bilan natijalangan. Eng dastlabki chog'dan tortib toki bugungacha bo'lgan butkul islom tarixi bu tasodibiylikning ishonchsiz ta'sir ostida taraqqiy qildi. Bu parallelizmda musulmon xalqlarning o'zgarmas taqdiri va islom tarixining bir qonuniyati bordir. İslam tarixinin mazkur qonuniyatining davomlashishini nihoyat ro'shan bir shaklda ko'rsatib bera oladigan ikki tipik payti bor. Biri yuksalish, yana biri chekinish davri. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning 632-yildagi baqiy olamga safaridan taxi 100 yil o'tmay turib, islomning ma'naviy va siyosiy hokimiyati kun bitishga Nilning tuvan iqinidan o'tib Atlantik okean qirg'oqlarigacha. Kun chiqishda Aral ko'li vodisidan Hind daryosi havzasi va Chingacha nihoyat katta bir jo'g'rafiyaga yayilgan edi. Suriya 634-yili, Damashq 635-yili, Tesfon 637-yili, Hindiston va Misr 641-yili, Kartaja 647-yili, Samarqand 676-yili, Ispaniya 710-yili fath qilindi. Musulmonlar 717-yili Konstantinopolni qo'rshab, 720-yili Janubiy Fransiyaga yetib borgan edi. 700-yildan e'tiboran Shandongda masjidlar bor edi. 830-yili islom Javoga ulashgan edi. Bundaq misli ko'rilmagan darajadagi favqulodda kengayish islom madaniyatining kelgusi 1000 yil ichida Ispaniya, O'rta Sharq va Hindistondan iborat 3 madaniyat markazini cho'ridigan holda taraqqiy qilishiga sharoit hozirlab berdi. Günümüz dünyasida musulmonlar nimani ifodalaydi? Savolni boshqacharoq qilib so'rasak, biz qay darajada musulmonmiz? Bu savollarning javoblari bir-bir. Biz asr holdimiz. Yaqin o'tmishda 1939-yilda bir mustaqil musulmon davlat yo'q edi. U tarixdan keyinmi ahvol tuzuk o'zgarib boqqan emas. Biz aqartishdan yiroqmiz. Ikki qatimliq dunyo urushi paytida hech bir musulmon davlatida savodliqlarning nisbati 50%dan oshmaydi. Mustaqillikka erishganda Pokistonda savodliqlar 25%, Aljeriyada 20%, Nigeriyada bo'lsa faqatla 10% edi. Buning aksicha 10-11 asrlarda musulmon Ispaniyada, Andalusda, Draperning deyishicha savodsiz bir odam yo'q edi. Biz yo'qsulmiz. Milliy daromad Eronda 220, Turkiyada 240, Malayziyada 250, Pokistonda 90, Afg'onistonda 85, Indoneziyada 70 Amerika dollari. AQShda bo'lsa 3000 dollar. 1966-yildagi ahvol. Musulmon ellarning ko'pchiligida sanoatning milliy daromadga qo'shgan hassasi 10-20% atrofida bo'lmoqda.
Musulmonlar kunda o'ttiricha 2000 kaloriya atrofida oziqlansa, G'arbiy Yevropada bu raqam o'ttiricha 3000-3500 kaloriya atrofida bo'lmoqda. Biz bo'linib ketgan to'pluqmiz. Afsuski, bek kambag'allik yoki bek hashamatchilikka asla o'rni yo'q musulmon jamiyatimiz dal shu ahvolga giribtordir. Qur'onning mollarning ichinglardagi boylar orasida qo'ldan qo'lga o'tib yurmaslik uchun degan amriga muxolif holda ne'matlar asta-asta bir uchum kishilarning qo'liga to'plandi. Iroqda 1958 yildagi yer islohotidan burun 22 million dönüm terilgan yerning deyarli 18 million dönümi yoki 82% cho'ng pomishiklarning qo'lida edi. Ayni damda 1,400,000 yezliqning hech qanday yeri yo'q edi. Bu shunday bir ahvoldirki, ba'zilarning buni islomning zulmatli kechasi deyishi o'rinsiz emas. Darvaqa bu kecha qalblarimizda oqshom qorong'usi shaklida boshildi. O'tmishda bizga nima bo'lgan bo'lsa va kunimizda nima bo'layotgan bo'lsak, hammasi faqatla ichimizda yuz bergan narsalarning takrori va sho'lisidir. Bu shuning uchunki, biror qavm o'zlarining holatini kufr va gunoh bilan o'zgartmaguncha Alloh ularga bergan ne'matini o'zgartirib atmaydi. Allah ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, qilmishlarini bilib turg'uchidir. Anfal. Chunki bizlar islomimizni haqiqiy ching tutsak, bizni asoratga elish yoki jaholatga qoldirish yoki birligimizni pachoqlash mumkin bo'lmaydi. U holda islomdan murtad bo'lib ketishimiz mumkin bo'lmaydi. Tunjisi Uhudda oxirgisi Sinay yerim oralida yuz bergan jimi mag'lubiyatlarimiz mazkur islomdan voz kechganimizda nusrat qo'ldan ketishdan iborat haqiqatni isbotlaydi. İslamni tashlash va uningdan voz kechish hodisasi islom ideologiyasini bostirishda va islomni intilishchan va harakatchan turmushdan yiroqlashtirib, shukurchan kun o'si bo'ldi deydigan shaklvoz va passiv turmush tarzida tushab qo'yishda ochiq ko'rinadi. Buni bizlarning Qur'onni bugungi kunlardagi tushunish uslubimizda texmi aniq ko'rib olgan bo'ladi. Halbuki Qur'on islom ideologiyasi va islomni tatbiqlashdagi markaziy o'zakdir. Unutmaslik kerakki, musulmon xalqlarning har bir yuksalishi, har bir hurmatga sazovor davri Qur'on Karimning birinchi o'rniga qo'yilish bilan boshlangandir. Bu borada mo'jizaviy ravoji yuqorida tilga ilib o'tilgan va ikki bo'g'in muddat ichida islomiy kun petishda Atlantik okeandan kun chiqishda Chinning ishkirsiga ulashgan dastlabki chaq islomining kengayishi birdan-bir o'rnak emas, faqatla eng yorqin o'rnakdir. İslam tarixidagi butun cho'ng harakatlar parallelizmning o'xshashliklarining mazkur qonuniyatini isbotlaydi. Turg'unlik va chekinish davridan burun Qur'on Karimning o'rni zodi qanday edi? Gerçi Qur'onga agishdan tamoman voz kechilmagan bo'lsa-mu, Qur'onning aktivlik ojizlab, irratsional, qamlashmagan va mistik xurafiy narsalar bozor topgan edi. Qur'on Karim kitob sifatida qonun kuchidan qilib, shay'i sifatida muqaddas bo'lib qoldi. Qur'on Karim haqida izdinish va uni shariylashda aqlonalik emas, balki qilni qirqqa yoradigan ziyoda azvaylashlar va fikr yurgizishning o'rniga Qur'onni o'qish joriy bo'ldi. Meg'iz shakalga fikri ustunligi yodlash mahoratiga taslim bo'ldi. Diniy shaklvozlikning to'xtovsiz ta'siri ostida Qur'on Karim bargan sari tushungan va tafakkur qilgan holda texmi oz va qiroat ma'nosida soz o'qildi. Mujodala, rostchilik, shaxsiy va moddiy pidokorliklar boridagi buyruqlar hurlig'imizga zid kelib, quloqqa yoqmagan holda xush ovoz bilan o'qilgan Qur'on Karim oyatlarining zavq beg'ishlovchi melodiyasi ichida erib yo'q bo'ldi. Bu notabiiy ahvol musulmon xalqlarda bara-bara normal o'rnak sifatida qabul qilinishga boshladi. Chunki bu vaziyat soni kundan kuniga eshivatgan va Qur'on Karimdan ado-judo bo'la olmaydigan, lekin ayni damda turmushning uning buyruqlariga binoan o'rinlashtirish qudrati yetmaydigan kishilarga xo'p kelyotdi. Qur'on Karimning haddidan ortiq qiroat qilinishiga doir psixologiyalik izohning dalili bundoq. Qur'on Karim tilovat qilinadi, shar'iylandi, yana qiroat qilindi, o'rganiladi va yana qayta o'qiladi. Aqalli bir kare bo'lsa-mu tadbiq qilishga majbur bo'lib qolmaslik uchun bir oyat minglarcha qatim tilovat qilindi. Birov turmushda qanday tadbiqlaymiz deb so'rab qolmasin uchun Qur'onni qanday o'qish haqida nihoyat mufassal va inchik bir ilm ixtiro qilindi.
oqibatda Qur'on Karim nihoyat tushunishlik ma'no va mazmundan saqit qilingan nuqul qiroat holiga keltirildi. Musulmon olimining gap bilan amal orasidagi mavjud o'sal realligining haqiqati buzuqchiligi, mehnatchiligi, adolatsizligi va bo'zakligi bilan, hashamatlik ammo ichi quruq masjid jamiyalar bilan, g'oyasiz va qo'rqinchoq jug'on sallalar bilan, riyoga to'lgan islomiy so'lat va diniy maydon bilan mushudunda lekin dinsiz. Mana shundaq negizliq zidliklar ichida Qur'on Karim faqatli ko'rinishdan iborat holga kelib qoldi. Ushbu ulug' kitobga bo'lgan bajonidil taslimiyat vaqtning o'tishi bilan uning joriy qildirilishi kerak bo'lgan prinsiplarini mutlaq ma'noda nazardan saqit qilish qilmishlar bilan xarakterlandi. Shundoq musulmon xalqlarning qo'lida Qur'on Karim turibmi chekinib ketishi va hol sirishning birinchi va eng muhim sababi mana shu yerda. Dunyoviy qimmatga ega yana bir sabab bo'lsa, eng keng ma'noda oqartish texnik to'g'rirog'i tarbiya sistemasidir. Asrlardan beri musulmonlarda muntazam tarbiyalangan o'qimishliq zotlar yo'q deyarlik. Aksicha xalq nazarida farqli, ammo e'tirof qilinadigan ikki guruh kishi bor edi. Biri o'qimishsiz, ikkinchisi xato o'qigan. Musulmon allarning hech qaysida xalqning ehtiyojini qondira oladigan va islom axloqiga munosib tariqada shakllangan bir o'qitish sistemasiga ega emasmiz. Boshqaruvchilar bu to'liq nozik bo'lgan sohaga ya sal qaradi yoki uni yodlarga tashlab berdi. Yodlar pul chiqarib, odam tayinlab va albatta programma tuzib o'z ideologiyalarini tashviq qilgan bunday maktablar musulmonlarni hatto tor millatchilarni tarbiyalamadi. O maktablarda bo'lg'usi ziyolilarimizga itoat, taslimiyat, chet-elliklarning boy baravan turmushi va ajoyib kuch-qudrati mastonilik fazilati amlanmoqda. Hamda unday maktablarda chet-ellik tarbiyachilar kelajakda bu vazifani jon-dili bilan o'z ustiga ola oladigan, o'zini shu sistemaga tabe his qiladigan ziyolilar yetishtirilmoqda. Buninglik bilan ularning o'z vatanida o'zlarini nihoyat yot his qilishi va beayni boshqa yerdan kelib qolgandek muomala qilishi kutilmoqda. Chetlaliklar tarafidan bevosita yoki vositalik ochilgan maktab va kollejlarning sonini aniqlab chiqish, undan keyin ularning bu favqulodda sixiyliklari haqida o'ylanish to'liq ibratli bo'lishi kerak. Mana bu organlarning programmalarini mazmun jihatdan o'z ichiga olgan va atayin olmaganlar bilan nihoyat cho'nqur tadqiq qilish kerak. Mushuna qilganda nihoyat ochiq o'tirg'i chiqadiki, haqiqiy masala ziyolilarimizning o'z xalqiga va xalqning haqiqiy mayl va manfaatlariga to'g'ri keladigan bir yo'lni tepib chiqishni istab istamaslik emas, asli masala mavjud ahvoli bilan ziyolilarimizning mushunday bir yo'lni tepib chiqish mumkinchiligiga ega emasligidir. Bu ham bo'lsa, ularga tingilgan prinsip va qimmat qarashlar natijasida o'tirg'i chiqqan psixologiyalik hangning naqadar xatarli ekanligini ko'rsatadi. Kunimizda xalqlarimizning itoatman bo'lish uchun temir zanjirining keragi yo'q. Balki bir xalqning o'qimishli kishilarining vijdon va irodasini palash qiladigan yuqorqidek yot ma'arifning mashhur yitlari yetib oshadi. Mushu sistema mavjudli bo'lsa, chetel kuchlari va ularning musulmon allaridagi yerlik gumochtalari o'z maqom mavqelari uchun qo'rqmasmi bo'ladi. Mazkur ma'rif sistemasi ularga qarshi bir qo'zg'olon va isyon chiqish ehtimoliga binoan ularning eng kuchli qo'llag'uvchisidir. Ziyolilar bilan xalq ommasi orasida shakllangan, shundaqla bizning umumiy ahvolimizni aks ettirib beradigan eng mudhish ishoralardan biri bo'lmish bu qo'rqinchli ham boshqa tarafdan barg'azir tirallab bormoqda. O'zlariga sunilgan mazkuriyat va g'ayri islomiy mohiyatdagi ma'arifni tunib yetgan xalq beixtiyor holda uni rad qilmoqda va buning natijasida yiroqlashish ikki taraflama davomlashmoqda. Musulmon to'pluqlarga aqartishga va maktabga qarata so'q muomalada bo'lganligidek bema'ni va palpatish bir qora chaplanmoqda. Haqiqatda bo'lsa, maktabga qarshi turishdek bir qiliq yo'q ekanligi nihoyat ochiq. Qarshilik islom va xalq ommasi bilan har turli ma'naviy beg'i uzib tashlangan yotlarning maktablari qaratadir. Musulmon ommaning parvosizligi. Talay musulmon mamlakatda modernistlar tarafidan ilib berilgan inqiloblar,
xuddi kelishib olgandekla birdek dinga qarshi va ijtimoiy siyosiy hayotni loyihlashtirish uchun ilib berildi. Bu ma'noda mazkur inqiloblar yaqinqi zamon Yevropasida o'tirg'i chiqqan milliy davlat bilan cherkov orasidagi kurashni aslatdi. Ammo bu inqilob g'arbda taraqqiyot va qonunning ustuvorligiga erishganligini ifodalasa, islom dunyosida sun'iy va hech qanday ijobiy o'zgarish ilib kelmagan bir bosqichga vakillik qilmoqda. Laiklik va millatchilik bu ellarda hech qanday ijobiy ma'noga ega bo'lmay qolmay, haqiqatda faqat ba'zi narsalarni yolg'onga chiqarishdan iborat bo'ldi. Masalan, Yevropa tarixida millatchilik bilan hammaga hukmronlik qilib olgan din va cherkovning tizginini tartish islom dunyosining tarixida hech nimani ifodalamaydi. Yana kelib o ikki ideya millatchilik bilan loyihlashtirish tegi-tektidan va qurilma jihatdan g'arbning ideyasi edi. Uning islom dunyosiga bo'lgan refleksiya aks etishi umumyuzlik ruhiy qo'rg'oqchilikdan iborat bo'ldi. U ikkisini islom dunyosiga terish bilan islom dunyosi tragediyasining so'nggi pardasi boshlangan bo'ldi. Oqibat e'tibori bilan bu pardani qo'sh bema'nilik deb atsak bo'laverdi. Xo'sh, bu nima deganlik? Har bir gullanish ideologiya inqilobi bir to'pliqning ilg'orlari bilan keng xalq ommasi o'rtasidagi ijobiy aloqa, yo'l qo'yishish yoki ichki moslashish natijasida maydonga keladi. İlg'orlar har bir tub harakatning iroda va tafakkuri, xalq ommasi bo'lsa uning qini va qalbidir. Odatdagi kishilarning ishtiroki yoki hech bo'lmasa roziligi bo'lmay turib ilib berilgan har qanday faoliyat haqiqiy zarba berish kuchi yo'q, yuzaki faoliyat bo'lib qoladi. Ommaning passivligi tabiiy holda jafoliq ishlash yoki kurashning xiyim-xatardan qechishdan kelib chiqqan bo'lsa, uni hal qilish mumkin. Agar bu passivlikning o'zi dal kurash nishonlarini rad qilishdan iborat bo'lsa, undaqda uni yengmak mumkin emas. Chunki ammo bu ahvolda mazkur nishonlarni o'zining eng mustahkam irodasi va qizg'in hissiyotiga zid deb qaraydi. Butun musulmon ellardagi modernistlar yurgizishga tirishayotgan programmalarda nisbatan yipiqroq yoki nisbatan ochiqroq holda yuqoridagi ikkinchi ahvolni ko'ryapmiz. Ular xushomat qiladi, ham tahdid soladi, o'tinadi, ham zo'rlaydi. O'zlari tashkillaydi, ham o'zlari yangi boshdan tuzab chiqadi. Ism va kishilarni almashtirib turadi. Lekin oxir oqibatda yanada zo'r ko'pchilik xalq ommasining beparvo muomalasi va o'z ichidan qarish turishiga duch kelmoqda. Umumiy maylning vakili va bir misol sifatida Tunis albashi Habib Burqibani ko'rsatishga bo'ladi. U kiyimni Yevropacha kiydi. Uyida fransuzcha so'zlaydi. Kunimizda Tunisni faqat islom dunyosidan emas, bir butun arab dunyosidan ayirib tashlab, diniy o'qitishga chek qo'ydi. Xalqni Ramazonda ro'za tutmaslikka chaqirdi. Go'yo ro'za tutish xizmat va ishlab chiqarishning unumini tuvallatib turgan omil bo'lg'ashqa, ommaga ulgu bo'lish uchun xaloyiqning oldida apelsin suvi ichibmi baxti. Ammo u musulmon Tunis xalqining bunday taraqqiyparvar islohotlarga qarata beparvo pozitsiyasi va bar bo'lgan qo'llashning intayin ozligi oldida hayron has. Modernistlar buningdek qarg'ulachi ish tutmagan bo'lsa, hayron qolmagan bo'ladi. Musulmon xalqlar islomga zid bir narsani hech qanday qabul qilmaydi. Chunki islom bu allarda faqat ideya, qonun va prinsiplar yig'indisi emas. Balki islom allburun bulardan xalqib musulmon kishida so'ygi bo'lib ketgan, his tuyg'u bo'lib ketgandir. Kim bo'lishdan qat'iy nazar islomga qarshi chiqqan kishi qarshilik va nafratdan boshqa bir narsa o'rishi mumkin emas. Modernistlar o'zlari yo'l qo'ygan yangiliklar bilan ichki qilaymiqanchilik va qarshiliklarni keltirib chiqardi. Va bu ahvolda islomiy yoki g'ayri islomiy butun islohot programmalarini ilib berish namumkin holga keldi. Xalq ommasining islomiy harakat ilib borg'isi keladi. Ammo o'z ichidan chiqqan ziyolilarni qo'shmay ish boshlay olmaydi. Ajnabiylashib ketgan bu ziyoli qatlam bo'lsa, o'z programmalarini zo'rma-zo'r tanidi. Ammo bu qog'oz yuzidagi g'oyalar uchun jinini, tinini va yuragini otug'idek yetarlik odam to'play olmaydi. Ikki tarafning bir-birining kuchini yo'qotish tirishchanlik natijasida bir xil noilojlik va sukunat o'tirg'i chiqmoqda. Bu ellarda, bu tuproqlarning ko'k gumbiz ostida Yevropa va Amerikalarningdeklar emas, balki bu diyorlarga o'zga bir tuzum, bir harakat, bir farovon turmush barpo qilish mumkin. Chunki musulmon xalqlarning passivligi mutlaq emas.
Balki bu yerlarda xalq islomining ajnabiy hujumlaridan o'zini qo'g'dash usuli shuki, qayerda bo'lmasin islomiy mujodilaning eng kichik uchquni ko'rilgan hamon oddiy bir musulmonning duch kelgusi kurash, sabr va qiyinchiliklarga tayyorlashganligi. Bo'libmi mag'lubiyat bilan oyoqlashgan Birinchi dunyo urushidan keyin Osmonli Turkiyasining tajovuzchi Gretsiyaga qarshi ozodlik kurashi, Liviya xalqining Italiya ishg'oliga qarshi qahramonlarcha janglari, yaqinqi zamonda Suvaysh kanalini cho'rigan holdagi Angliyaga qarshi mujodala, Algeriya ozodlik inqilobi, Indoneziyani qo'g'dash, Pokistonda islomiy hokimiyatning haqiqiy barposi yo'lidagi kurashlarni ko'rib olish mumkin. Xalq ommasini harakatga keltirish lozim bo'lganda, o'tkinchi, ammo chin ma'noda bo'lmasmi, har doim islomiy uran parollar qo'llanilgan. Islom bor yerda beparvolikqa o'rin yo'q. Musulmonlar hamma yot his tuyg'ularini harakatga keltiradigan va yetaklaydigan bir ideyaga muhtojdir. Ammo u udul kelgan bir ideya bo'lmasligi, balki mazkur chunqur hissiyotga uyg'un ideya bo'lishi kerak. Shunga birdan-bir munosib ideya islom ideologiyasidir. Musulmon ommaning va mavjud aqliy va siyosiy rahbarlik qatlamidagi g'arblashganlarning shu tabqa qarorsiz va kutish holatining qanchalik davomlashishidan qat'iy nazar, birazning o'z g'oyasidan voz kechish mumkinchiligi bor deb qaramaymiz. U faqat birdan-bir chiqish yo'li bor. U bo'lsa, islomni o'ylaydigan va uni butun vujudida his qiladigan yangi ziyolilarning yetishtirilishi va bir yerga to'planishidir. Shundala bu ziyolilar qatlami kelajakda islomiy tuzumning tug'ini lapildatib, musulmon omma bilan birlikda uni vujudga chiqarish uchun harakatga o'tkazdi.